İtalyanı Emiliano Nauli bedasi. O'tgan yili sentyabrda oxirida yer tayyorlab ekdik. O'sha mana birinchi yilga bedasi. Hosildorligi zo'r, quyuqligi mana ko'rdik. Yerni tayyorlashda ham ozgina ahamiyat berish kerak. Yer qanchalik tekis chiroyli tayyorlansa, ikki marta o'rildi. Hozir 3-o'rim 26-silada 3-o'rim tayyor bo'lish kerak edi. O'zimizning ayimiz bilan o'radigan moslama kechikib qolib, orada qolib ketdi. O'sha gazeta 10 kunga kechikdik-da biz. Demak, hozir ikkita o'rim o'rib bo'ldik. Bugungacha esa holatiga 21-iyun holatiga, lekin 3-o'rimiz o'sha bir qarishdan o'tgan. 1,5 qarish turibdi mana hozircha. 30-35 sm. Tayyor bo'ladi 3-chi. Demak, bir 10 kunlarda bir ikkinchi o'rimini o'sha 1,20 bo'lganda o'rdim. Begona o'tlar bor edi. Ikkinchi o'rimga begona o'tlar hammasi yo'qoldi. ha, begona o't yo'q, yaxshi toza bedani o'zi turibdi, chiroyli turibdi. Lekin uning chiqishi ham zo'r. Tayyor bo'lish tezligi yoqdi. O'sha 24 kunda o'rimga keladi, 26 kunda o'rib olasiz, bemalol o'rib. Keyingisi suvsizlikka chidamli. Suvsizlikka o'lib qolmasa ekan, yaxshi ekan.